Po'lat Mo'min Toshkent pedagogika bilim yurtida o'qib yurgan vaqtida adabiyot to'garagiga faol qatnashdi. Adabiyotni qunt bilan o'qidi, o'rgandi. O'rta ma'lumot olgach, hozirgi Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika universitetining o'zbek tili va adabiyoti fakultetiga o'qishga kirib, uni muvaffaqiyatli tamomladi. Aspiranturada o'qidi, maktablarda o'qituvchilik qildi. 1944-yilda Bahorga sayohat nomli birinchi she'ri bosilib chiqdi. Birinchi she'rlar to'plami esa 1949-yilda Sayrang qushlar nomi bilan nashr etildi. Kitob adabiy jamoatchilik tomonidan iliq kutib olindi. To'plamdan munosib o'rin olgan Sayrang qushlar, Obod o'lkam, Haykal, Alla va Jalla singari asarlari mazmundorligi, qiziqarliligi bilan kitobxonlarning e'tiborini o'ziga jalb etdi.